Navbatdagi Fayzli xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Sayrob milliy taomlarining Toshtemir Bovo marketiga kirib kelishda Taraqqiyot ko'chasiga kelib turibmiz. 4 qavatli uylarning 4-qavatida umumiy maydoni 80 kvadratni tashkil qilingan 4 xonali Yevro remont uyimiz sotuvda. Videomizga hozirdan bitta like tugmachasini bosib, Termiz uy bozori kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Siz bilan birgalikda mehmonxonasidan tanishish boshlaymiz. Ma'lumot sifatida aytib o'tamizki, uyimiz narxi 500 million so'm chiqqan edi. Egalariga srochniy pul kerakligi uchun 40 million so'm tushdi, ya'ni 460 million so'mga tushdi. Tezda shoshilib qolamiz. Bunaqa variantlar har doim chiqavermaydi. Bu yoqda esa hujjatxonasi, undan keyin esa dushoboyi, samokinlar qilinib, Yevro remontdan chiqarilib qo'yibdi. Hech narsa eski narsa yo'q, hamma narsani qo'porilib, yangi qilingan. Derazalar akfa, eshiklar esa MDF. Tezda shoshilamiz. Bu hozir men detskidan xonada turibman. Chap qo'limizda xuddi shu razmerda, ya'ni 6 ga 3 razmerda yana bitta katta xonasi. Mana shunaqa katta razmerda uy so'ragan tanishlaringizga videoni tashlab qo'yishni unutmang. Chap qo'limizda to'g'rida oshxonasi, undan keyin esa balkon aboy qilinib, tayyor remontdan chiqarilgan balkonda turibmiz hozir biz. Bog'lanish nomer 99 kodi bilan 716 53 78. Uyingizni tez va oson Termiz uy bozori bilan soting.